boyagi ko'kchadan sizga bir xonali novostroyka topib qo'yganman. Ko'rinishni qarang, aka. 7-qavatga chiqib olganman hozir. Mana shu 7-qavatdagi uyimiz sotilyapti. Yoq taraflarimiz g'uncha bo'ladi. Mana shu ko'rib turganimiz Nurafshon ko'chadan 100 metr kirganda joylashgan. Bu yoq tarafimiz birinchi Gorbanisi bo'ladi. Bu yoq bo'lsa Ko'kcha masjidi bo'ladi. Ko'kcha masjidga 500 metrda bir xonali 34 kvadratga ega bo'lgan ushbu xonadonimiz sotilyapti. Bu mebellarimiz chiqib ketar ekan, xonani bo'shatib chiroyli qilib berishadi. Xonani remontlarini ko'rsangiz bo'ladi. Chiroyli aboylar qilingan, podoloklar natijnoy qilingan, oppoq qilingan, juda ham chiroyli ekan. Bu birinchi xonamiz, balkonga chiqadigan eshigimiz bor ekan bu xonada. Juda ham yorug' va keng. Xo'sh, eshigimiz ham yaxshi eshiklar qo'yilgan. Tepasiga konditsioner qoladi. Yonida bo'lsa sanuzul joylashgan. Ko'p bir xonali uylarda bilasizlar, sanuzullar kichkina bo'ladi. Bu yerda juda ham katta ekan sanuzuli. Yo'qotgan bo'lsa yozib keting. Xo'sh, eshiklari ham yaxshi eshiklar qo'yilgan ekan va bu kuxnyamiz, ya'ni oshxonamiz. Oshxonamizga ham ixchamgina bemalol kirib ovqatlansak bo'ladi. Bir xonaga ideal variant. Bir xona 7-qavat 34 kvadratdan iborat. Xo'sh, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 55 ming dollar. Ulgurib qolinglar, baraka qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar.